O'zbekistonlik yosh futbolchi Abduqodir Husanov jamoadan ketishi mumkinmi? Videoni oxirigacha tomosha qilsangiz ushbu savolga albatta javob topasiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Manchester City safidagi o'zbekistonlik yosh himoyachi Abduqodir Husanovning maydonga qaytishi yana kechikdi. Uni nafaqat o'z muxlislari, balki Josep Gvardiola boshchiligidagi murabbiylar shtabi ham orziqib kutmoqda deb xabar berdi. Avvalroq Gvardiola Husanov 3 ta o'yin o'tkazib yuborishini ma'lum qilgan edi, ammo real holatda uning safga qaytishi 2 martagacha ortga surildi. Dastlab 5-oktyabr kuni tarkibga qo'shilishi kutilgan futbolchi hozircha maydonga qayta olmayapti. Manbaning yozishicha, himoyachining sog'ayish jarayoni dastlab rejalashtirilgandek tez kechmayapti. Manchester City'dagi ichki ma'lumotlarga ko'ra, Husanovning tiklanishi yana kamida 1 haftaga cho'zilishi mumkin. Hozircha Abduqodirning holati barqaror, ammo u hali to'laqonli mashg'ulotlarga qo'shilgani yo'q. Bu Gvardiola jamoasi uchun juda sezilarli yo'qotish. Chunki u himoya chizig'idagi eng iqtidorli o'yinchilardan biri deb yozadi jurnalist Freddi Pay. Eslatib o'tish joiz, 21 yoshli futbolchi sentyabr oyida Apple doirasidagi Arsenalga qarshi bahsda jarohat olgan edi. O'shandan beri u maydonga tushmagan, hatto yaqinda uning holati yaxshilangani haqida xabarlar tarqalgan bo'lsa-da, u hali ham tayyorgarlik jarayonini to'liq boshlamagan deyilgan xabarda.